Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Uzoqdagi yaqinlarim. Men yana o'sha o'rmonimdaman. Havo juda ham yaxshi, juda issiq emas. Alhamdulillah. Ko'pchilik bunaqa joydan naushnik taqib yuradi-ku. Men tabiatni ovozini eshitish yaxshi ko'rganim uchun naushnik taqqanim yo'q. Hozir ozgina anta turadi. Nuqul video olaman desam, qushlar shu sayrash to'xtab qoladi. Nimagadir. Eshitilyaptim. Bugun ham mana bir kunimdan lavha ham bo'ladi. Har galam ogim kelmaydi. Tabiatdan, manzaradan, tabiatni ovozidan bahra olgim kelgani uchun unchalik ham telefonga olmayman. Juda kamdan kam. Ammo juda ham sokin. Biz yo'lda davom etamiz. Orada gapdan to'xtab qolganimga hayron bo'lib o'tgandirsizlar. Chunki har xil qush, har xil sayragan ovozini eshitish yaxshi ko'raman-da. Nima qilay? Va keyingi safar qanaqa joylarni videoga olishimni xohlaysizlar, komment qoldirishinglarni so'rab qolardim. Mashta suv bo'lsa yaxshi edi. Yo'q, lekin suv yo'q. Hamma joy sanga. Sani tarafingmi deydigan odam yo'q menga. Juda ham muzda. Sigaret chekish mumkin emas deb qo'ygan. Bu yovvoyi gilos bor bu yerda. Koreyadan chiroyli gullaydi ko'rasa daraxtlar. O'sha aslida yovvoyi gilos. Juda ham to'kilib hamma joyi rasvo qiladi lekin yozda mana shunaqa. Ana haqiqiy tabiat naqadar go'zal. Alloh juda ham chiroyli yaratgan. Daraxtlar ko'pligan qaranglar. Bu yerda keyin xohlagan odam ham bunaqa yerli joyda yurishi mumkin. Yerda yurish sog'likka foyda degan gap bor-ku. Bu yoq semonli yo'l. Xullas shunaqa gaplar. Odamlar. Eshitmadim demanglar. Komoshi o'rmonida keyingi safar yana ko'rishganda ko'rishgunchamidi? Xullas. Xayr.